Nega bemorlar aynan shu klinikani tanlaydi? Corona Medline klinikasida 20 dan ortiq malakali shifokorlar, 200 ga yaqin laboratoriya tahlillari, zamonaviy diagnostika va qulay sharoit bir joyda. To'g'ri tashxis, ishonchli davolash va bemorlarga e'tibor bizning asosiy tamoyilimizdir. Shu sabab ko'plab bemorlar davolanish uchun aynan Corona Medline klinikasini tanlaydi. Sizning sog'ligingiz ishonchli qo'llarda. Bizning manzil Andijon tumani Kuyganiyor shaharchasi, Oltin vodiy ko'chasi 21-uy. Zelenumos markazida. Kechasi turib 2-3 martalab uyqungizni buzib hojatxonaga borasizmi? Assalomu alaykum. Men Qurbon Husanboy, Corona Medline klinikasini urolog-androlog shifokoriman. Yoshi 40 dan oshgan erkaklarning 50% dan ko'prog'ida prostata bezi bilan bog'liq muammolar uchraydi. Qisqa peshobning oqimi, tez hojatga chiqish, qovuqni to'la bo'shamaslik hissi bu eng keng tarqalgan belgilardan biri. Vaqtida tekshiruvlardan o'tsangiz, bu muammolarni erta aniqlashingiz mumkin. Corona Medline klinikasida UZI, CD tahlillari va eng muhimi PSA testi yordami orqali sizga prostata bezi adenomasini aniq tashxisi va buni eng zamonaviy davo usullarini taklif qilamiz. Hoziroq bizning klinikamizga murojaat qiling. Sog'ligingizga befarq bo'lmang. Qachondan beri? Quloqlaringiz ko'rinishi. Mana quloqlaringiz ko'rinishlari yaxshi, normada ko'rinishi. Bir xil turibdi. Bu asabingizni hisobiga bo'lyapti ekan. Burunni ham ko'rinishi. Burun yo'llari yaxshi ekan. Hozir bezovta qilmayapti, yaxshi. Nerpatologda davolanishingiz kerak. Biz tomonlardan yaxshi. Hozir tinch ekan bu yoqlaringiz. Agar sizda o'ng qovurg'a yoyoq sohasidagi og'riqqa, og'riqni yurakka berishiga, ko'ngillanishga, ertalabdagi og'izdagi bemaza ta'mga shikoyat bo'ladigan bo'lsa, albatta siz ultratovush tekshiruvidan o'tishingiz shart. Assalomu alaykum. Men Jasurbek Bo'taboyev, tibbiyot fanlari nomzodi, endoxirurgman. Yuqorida sanab o'tilgan belgilar o't tosh kasalligi belgilari hisoblanadi. Ultratovush tekshiruvida o'tingizda tosh aniqlansa, demak operativ davo tavsiya etiladi. O't tosh kasalligini oldini olish uchun nima qilish kerak? Oldini olish uchun to'g'ri ovqatlanish, sog'lom turmush tarziga rioya qilish hamda jismonan aktiv bo'lish kerak. Foydali ma'lumotlar o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Assalomu alaykum Corona Medline kuzatuvchilari. Sizlarni kirib kelgan Qurbon hayiti munosabati bilan Corona Medline jamoasi nomidan hammangizni tabriklayman. Qurbon hayitining qut barakasi yil davomida sizni tark etmasin. Sizning sog'lig'ingiz haqida qayg'uradigan jamoa Corona Medline. Nima uchun aynan endoxirurgiya? Men Karimov Nurullo, Corona Medline xususiy klinikasida endoxirurg bo'lib ishlayman. An'anaviy usuldan endoskopik usul afzalliklarini sanab o'taman. Birinchisi, kamroq jarohat. 3-4 ta kichik teshiklar orqali operatsiyalar o'tkaziladi, katta jarohatlar yo'q. Ikkinchisi, tez tiklanish. Bemor operatsiyadan keyin birinchi sutkada turib yura oladi, 5-7 kunda ishga qaytishi mumkin. Uchinchisi, kam og'riq. Bemor laparoskopik operatsiyadan so'ng ancha kam og'riqlar sezadi. To'rtinchisi, operatsiyalardan keyingi asoratlar. An'anaviy usuldan so'ng kuzatiladigan bitishma hamda churralar laparoskopik usulda deyarli kuzatilmaydi. Beshinchi hamda eng asosiysi, estetik jihatdan umuman iz qolmaydi. Foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga obuna bo'ling. Bemorimiz o't tosh kasalligi bilan shikoyat qilib kelgan. Bir necha yil davomida konservativ davolangan. Foydasi bo'lmaganligi uchun operativ davo yo'li tanlandi. Bemorda hozir xolestektomiya tashxisi o'tkazilyapti. Sizda ham yuqoridagi shikoyatlar bezovta qilayotgan bo'lsa, Corona Medline shifoxonasiga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz. Andijonliklar uchun katta chegirma. Assalomu alaykum qadrli Andijon xalqi. Muborak juma ayyomi munosabati bilan Corona Medline klinikasida har juma kuni lor konsultatsiyalarini bepul deb e'lon qilamiz. Klinikamizda mutaxassislarimiz tomonidan yangi zamonaviy lor kombайн apparati yordamida
kasalligingizga aniq tashxis qo'yiladi va samarali davo usullarini taklif qilishadi. Corona Medline, sog'ligingiz uchun qayg'uramiz. Assalomu alaykum. Ko'p tarmoqli Corona Medline klinikasiga xush kelibsiz. Bu yerda hamma narsa sizning qulayligingiz uchun yaratilgan. Toza muhit, malakali xodimlar va tezkor xizmat. Bizda siz uchun lor, kardiolog, endokrinolog, urolog, ginekolog, stomatolog hamda jarrohlar jamoasi mavjud. Har bir bemorga individual yondashuv bizning asosiy tamoyilimiz. Bolalardan kattalargacha barchaga birdek g'amxo'rlik qilamiz. Biz sizning sog'ligingiz uchun shu yerdamiz, uzoqqa bormang. Bizning manzil Andijon tumani, Zelenoy most, Kurgovoy yonida.